Assalomualaykum, bu kuzatib boruvchilar. Mashina nasos almashtirish. Shikibda ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bolt bor. Yechiladi. Olinadi. Şimdi tosh olinadi. Toshni ham oldik. Endi mana bolt bu probka ochiladi. Ve ona ichidagi bolt yechiladi. Men dash qo'yib boraman. Mana shu jivarchi kanavi shuni ichidan chiqadi. Bolt. Bo'lgandan keyin ichida vtulkasi bor. Bu probkani ichida ham 13 bolt bor. Shuni yechgandan keyin mashinasi chiqib keladi. Burası şeyden çıkıyor. Ondan keyin nasos geçildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.